Qo'lda suvsiz qancha vaqt omon qola olasiz? Birinchi soat. Quyosh shafqatsiz va siz allaqachon 1 litrga yaqin ter yo'qotdingiz. Og'zingiz xuddi silliq qog'ozdek, tomog'ingiz esa qisilib bormoqda. Har bir nafas olganingizda o'pkangizdagi bor namlik chiqib ketadi. 12-soat. Terlash to'xtaydi. Tanangiz suvni tejashga harakat qiladi, lekin ichki haroratingiz xuddi qizib turgan pechdek ko'tarilmoqda. Yuragingiz qovurg'alaringizga uriladi. Tomirlaringiz quyuqlashgan qonni haydashga qiynaladi. 24-soat. Issiqlik tinmaydi. Miya hujayralaringiz namlik yetishmasligidan kichraya boshlaydi. Boshingiz xuddi qisqichga olingandek qattiq, lovullovchi og'riq paydo bo'ladi. 48-soat. Siz tiniq suvli voha sari yuguryapsiz, lekin bu aslida o'lim tuzog'i. Miyangiz so'zning to'g'ri ma'nosida qovurilmoqda va cho'l ustingizdan kulmoqda. 72-soat. Buyraklaringiz ishdan chiqib, tizimingizni zaharli moddalar bilan to'ldirmoqda. Ichki a'zolaringiz 120 darajali issiqda pishib bormoqda. Tilingiz shunchalik shishib ketadiki, hatto og'zingizni yopa olmaysiz. Tizim butunlay ishdan chiqdi. Siz tugadingiz.